iPhone talabalari nechta xorijiy tilni biladi? Hozir sizlar bilan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Filologiya, ingliz tili, xorijiy til va adabiyot yo'nalishida o'qiyman. Xorijiy til va adabiyot. Man logistika yo'nalishida o'qiyman. Filologiya, ingliz tili, birinchi kurs. Birinchi kurs logistika yo'nalishida o'qiyman. Xorijiy til va adabiyot birinchi kurs talabasiman. Birinchi kurs ingliz tili filologiya yo'nalishida. Hop, nechta xorijiy tilni bilasiz? 2 ta ingliz tili va rus tili. Ingliz va rus tillarini. Ikkita. Hozirda ingliz tili, rus tili. Ikkita rus va ingliz tilini. Rus tili, ingliz tili, turk tili, koreys tili. Nechta xorijiy tilni bilasiz? 2 ta nemis tili, rus tili. Ingliz tili, rus tili va turk tili. Rus tili, ingliz tili va turk tili. Ingliz tilida iPhone haqida nimadir deb gapirib beringchi. Okay. iPhone one of the best universities. There are best professors and teachers. Ingliz tilida abituriyentlarga nima degan bo'lardingiz? I recommend this university because it gives you the opportunity to demonstrate your abilities. My university is not just a place of knowledge, but a place where dreams come true. Turk tilida iPhone haqida gapirib beringchi. iPhone çok güzel bir üniversite. Eğitim almak çok kolay ve burada olmak çok keyifli. Assalomu alaykum, Zulfiza Taqildan. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Ingliz tili filologiyasi. Sizchi? İngiliz tili, xorijiy til, birinchi kurs. Hop, nechta xorijiy tilni bilasiz? 3 ta. İngliz tili, koreys tili, rus tili. Arab tili, ingliz tili. iPhone haqida gapirib beringchi. My university is the best for me, so there are more and more opportunities for students. iPhone University is really comfortable and amazing. Hop, siz nima deyolasiz? I agree with my partner opinion, and I can say that iPhone is one of the best university I know that meets the educational standards. Koreys tilida iPhone haqida gapirib beringchi. iPhone tehakkuyo, 좋아요, 예뻐요. Nemis tilida universitetimiz haqida gapirib beringchi. Der Lehrer an der iPhone Universität sind gut. Die Studenten sind intelligent. Rus tilida universitetimiz haqida gapirib beringchi. Этот университет подарил мне не только хорошую учебу, но и друзей, хорошую компанию. Я рекомендую вам этот университет. Приходите, учитесь.